Ushbu avtofurgonimizga Yuchay dvigateli o'rnatilgan bo'lib, 130 ta ot kuchiga ega bo'ladi. Umumiy o'lchamliklariga to'xtalib o'tsak, uzunligi 7100 mm, eni 2350 mm hamda bo'yi 3150 mm bo'ladi. 4x2 kolesli formulasiga ega bo'lgan ushbu avtofurgonimiz bir moslik bo'lib, 16-o'lchamdagi shinalar bilan jihozlangan hamda orqa tortuvchi hisoblanadi. Yuk ortish hamda tushirish uchun ikki tomonlama yonidan hamda orqasidan eshiklari mavjud bo'ladi. Haydovchilarimiz qulayligi uchun konditsioner, pechka, gidravlik rul, elektron oyna ko'targichlar, markaziy qulflash tizimi, LCD Android monitor hamda 360 kameralari bilan zavodskoy holatda jihozlangan. Hozir sizga tanishtirib o'tilgan Celemetalitskiy avtofurgonimizning bugungi kundagi narxi 425 million 600 ming so'mni tashkil qilmoqda. Ushbu haqbob va hamyonbop avtofurgonimiz sizga ham qiziq bo'ldimi? Unda pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Biz sizga aloqaga chiqamiz.